o'shanaqa ustalarni hech qachon kosasi oqarmaydi. Tanishimli obyektiga o'zimiz ustalar shunchaki dizayn loyihasiz remontda amalga oshiryapti-da, endi ustalarimiz ishlar jarayonini qaranglar. Kaflarni qarang, kaflarni gipsokartonsiga terib qo'yibdi-da. Mana shu narsani mana shunaqa qo'yish ko'p ustalar farosati yetmaydi. Mana qachon kelmasam obyektga to'satdan bostirib kirsam ham doim mana shunaqa toza, ozoda, saranjom bo'lib turadi. Mana muslarni bir tomonga yig'ib qo'ygan. Hech qanaqa tayyorgarlik bo'lmagan. Mana ishlash jarayonida xolodilnik ustini bekitib qo'yibdi. Mana bu yerda qog'ozga o'rab qo'ygan. Ish qurollarim alohida akkurat bo'lib turibdi. Mana bu narsa sverloda bunaqa rastvor qotmasin deb suvga botirib qo'yibdi. Doim misol uchun kley qilish kerak bo'lsa, tayyor ishlatadi. Mana ko'ryapsizlar, hammasi ishoninglar, oldin rosa ko'p usta ishlatganman. Qachon kelmasam obyektga nos tuflagan, kafil kesyapti, og'zida sigaret, pepinsalar oyoq tagida bo'ladi, yegan nonlar qotib turibdi, idishlar yuvilmagan, xullas isqirib bo'lib yotadi. Mana shunaqa obyektga men kirgim kelmaydi. O'sha uchun o'shanaqa ustalarni hech qachon kosasi oqarmaydi. Ish jarayonida qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar, kafil kesasizmi, shpaklovka qilasizmi, yig'ishtirib qo'yish, albatta bu ham o'sha ish jarayoni ichiga kiradigan qadamlardan hisoblanadi, lekin bu narsani aksariyat ustalar tushunmaydi.